Hammaga salom qizlar. Annyeong hecha. Bugun sizlar bilan yuzimga Daysodan olgan vitamin C maskamni qo'yib ko'ramiz. Meni yuzim ko'rasizlar juda ham quruq. Svitni ko'rasizlar, bunda unchalik emas. Mana svit rangini almashtirsa, mana yuz har xil. Mana ko'rasizlar. Xil maskani qo'yib ko'ramiz. Maskani orqasida qanday ishlatilish tartibi bor. Shuni sizlar bilan ko'ramiz. Birinchi bo'lib yuz yuvgandan keyin yuzga toner surtib olish kerak ekan bu maskadan oldin. Menda toner sepuvchi varianti, shuning uchun yuzimga sepib olamiz. Qizimga qarama qarshi tarafda. Toner. Endi buni sal yuzga singitib olamiz. Qizim shu yerga tushib olsa, nerga jo'say? Ne chaqantay. Men buni o'ynab tur. Keyin bergin deganimda berasan, ha? Mana bunaqa holatda ekan. Sekin olamiz. Qolmadi. Endi buni ochsak, birinchi ko'z qismi ekan. Plyonkada. Buni olamiz. Alishgacha qiyin. Bu maskadan bir ishlatib ko'rdim. Boshqacha bitta mashhur brendga u ham. Lekin ishonasizlar, menga bir ish yo'q bunga. Hidiga tura olmaganman. 15 minutdan ko'p tura olmagandim. 10 minutdan 15 minut. Asli 2 soat turish kerak edi. Bu 40 minutdan 1 soatgacha tursa bo'lar ekan bu maskada. Buni sal muslab olay. Bilmadim. Yitiradigan joyim yitirib ketdi. Sekin, mana. Bunda yuzga moslagandan keyin bu salofani sekin olib tashlaymiz. Agar qo'lda qiladigan bo'lsa yitirib ketar ekan. O'sha ikki joyidan yitdim u. Mening yuzim kichkinaligiga katta ekan. O'zim ocholmasa nafas olish bo'lmaydi. Hop, maskani qo'yib oldik. Endi ko'p kishi mana nimasiga yozadi. Yuzini turini qanaqaligini bilmaydi yoki yuzimga qanaqa narsalar tavsiya qilasiz deyishadi. Qizlar, sizlarga ham bitta oson yo'li, ishonarliroq, 70% to'g'riroq. Yuzingizga qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, oddiy suvni yuzingizni yuvasiz. Vaqt o'tadi. Agar yuzingizni tortishib, qurishib, unda o'zi qurishgan sira sezasizlar, ortganindan keyin. Nima qilsa yuzingizda demak quruq yuz. Agar hech narsa bo'lmay, ozgina yog'lanib, shunda o'sha yuzga ham yog'lanadigan bo'lsa, demak yuzingizda yog'li yuz. Agar yuzingizda qizarib ketadigan bo'lsa, teringizdan sezuvchan bo'ladi. Как men peshonam yuzim qizarib ketganda quruq ham ozgina sezuvchan terim. Suvga juda ham sezuvchan. Quruq yuzlar shunaqa bo'ladi, sezuvchan terilar ham biron bir narsa o'zini aytishtirib, shunaqa o'zi biladi sezuvchan terilar, sira terim bo'lsa ham sezuvchan deydi. Quruq bilan yog'li yuz shunaqa aralash teri deydi. Mana bundoq quruq yuz bo'ladi. Tez shaklida quruq bo'ladi, mana yuz yog'li bo'ladi. Bu aralash teri deydi. Endi qanaqa qilib yuzingizga qanaqa quvvat olishini tavsiya qilsam, mana Google'ga kirasizlar. Google'ga chat GPT deb yozasizlar. Qidiruvga bersani, sayti chiqadi. O'zi mana edi. O'shani kirasizlar saytiga. Keyin yozasizlar. Misol uchun yoshina 26 da. Yuzim quruq, men yuzim quruq va sekili. Yuz uchun nimalar tavsiya qilasiz? Yana qo'shimchasiga 3 yosh va 1 yosh farzandim bor. Emizikli. Ayolman. Deysiz va yuborasiz. Shuni sizlar chat GPT har xil narsani tavsiya qiladi. 26 yosh quruq teri uchun, ayniqsa emizikli ayol sifatida xavfsiz va samarali uyda parvarish rejasi superman deydi. Quruq yoki yozasizlar, yoshim shu 32 yosh. Yuzim yog'li, ugridan qolgan dog'lar bor. Yoki qora tochkalar paydo bo'lgan, yoki ko'zim atrofida qora ish paydo bo'lgan, yoki ko'zimni labim yonida ajinlar paydo bo'lgan deb yozasizlar. Shuni yozsani sizlarga tavsiya qiladi. ChatGPT ko'p ishlaydi, soxta bunaqa u internet olamidagi hamma axborotlarni yig'ib sizlarga taqdim qiladi xolos. Просто sizlar o'ylangan javob beradi. U kimdir yoki nima turmas, просто shu internetda qilib oladi. O'shaning uchun o'shani yozib, xohlagan tilingdan, xohlagan qilishadi, xohlagan lotincha, xohlagan ruscha, inglizcha, koreyscha, xohlagan tilingdan. Eng zo'r переводчик ham. Просто nima bilmagan bo'lasiz, nima bilan rasmini qayta tashlab, shu haqida ma'lumot bering, yoki yuzga mosini tushsam bo'ladimi, yoki mana shunaqa og'riqlar deb so'rasam, hammasiga javob beradi. Bunga foydali narsa. 25 minut o'tdi. 50 daqiqa o'tdi. Zaten o'sha sarg'ayib, rangi почти yo'q ketdi. Bo'ladi men tushunchalik. Yuzim rangi qo'chadi. Effekt o'sha sezildi. Hidi yoqdi menga. Wow. Endi bu sal taranglashtiradi yuzni. Endi bitta essens surtib olamiz. Mana pudrani. Ustiga taraf. Bir xilda. Inton sal ko'proq yiltiraydi, lekin bir xil. Boshqa
seziladi farqi sразу yaltirayib qo'yarkan, yuz rangini ochib turarkan. Bir şey yo'qdi. O'sha fotodan krem. Buni birinchi 4 ta 5 ta qo'ldan 4 ta 5 ta qilish shart bo'lsa ekan. Bitta qilib surtab bitta videoda qo'yildi. Rosa ko'p suribdi. Vau, zo'r ekan deb qo'ysam yo'q bo'lsa ekan. Buni qizlar ham, o'g'il bolalar ham ishlasa bo'lar edi. Yuzingni ham ishlagandan keyin qorayib, yoki xiralashib qoladi, charchagan. Buni ishlatsam mana yuz. Yaxshi,